Assalomu alaykum qadrdonlar, xudo xolasa navbatdagi to'xtatamiz o'rnatdik. Bitta ko'rinishlarga ahamiyat beringlar. Xudo xolasa yig'ilib sochiladigan to'xtada oqtargan akalarimizga razborka zborkali bu tayyor plastmassalarni qaranglar, vahshiy dahshat xudo xolasa moshina qilib yasalgan. Bundan oralarni ko'ryapsizlar, ochiq-ochiq. To'g'lar ham axlatib tushganda o'sha orasidan tushib tagiga to'kilib ketadigan holatda bo'ladi qadrdonlar. Tayyordan qaranglar, qatnaslari bor. Shu torsalarning go'ngini shu yerdan olib turib, bitta tozalab turib, yana to'g'lar tarafga turib qo'yaverasizlar. Endi yana bitta joyi ana qo'ndoqqa joylarni tashlaydigan qaranglar, qo'ndoq qo'llaysalar ham qo'ndoq tashlab ketsalar ham bo'ladi. Aylanqayli qolgan suvdan chimchib yutqizmaydi. Moshina qilingan xudo xolasa. Hamma detallar imkon qadar hali inobatga olib qilingan. Buni qaranglar, oxirchalarni qaranglar. Shu torsalarni chiqadi, donini tepasida shuni to'g'rilar tarafga surib qo'yaverasizlar. O'rtasiga o'zlari suv qo'ygan joy qo'yilardi. Bu o'rtasiga ham oxircha qo'yib bering deyishgan uchun o'rtasiga ham oxirchalarni qo'yib berilgan xudo xolasa. Mana ko'rinishlarni qaranglar. Aynan xudo xolasa shunaqangi mana qayda jo'jalarga qo'yib yuborganmiz. Bitta qilib ko'ringlar. Xolasalar jo'jay boqsalar ham oyog'i tushib qolmaydi. Plastmassani ustida yuraveradi bemalol. Xudo xolasa. Bu to'xtatalarimizga nechta tovuq ketadi deganlarga bir 15 tadan mana shu tovuqlarni 15 tadan boqsalar ham 30 ta tovuqqa mo'ljallangan. Eng qiziq joyi akalar, kelinglar, buni ko'ringlar. Yonboshni kesalar ham 3 ta tovuqqa birdaniga to'n qo'ygani, animatsion to'n qo'yadigan joylari bo'ladi xudo xolasa. Mana ko'rasizlar. Bola chaqa ham qiynalmaydi. Shu narsalar ham pastda ham tepasida ham bir xil holatda qilib yasalgan. Bunimizni razmeri qadrdonlar uzunasiga 2,5 metr, eniga 1,10 bo'ladi. Balandligi 220-230 atrofida yig'ilib sochiladigan holatda. Narxlari xudo xolasa 6,5 million so'mga chiqyapti. Qiziqqanlarga pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqinglar, zo'r qilib kelishtirib beramiz. Akalar, jonlaringiz sog' bo'lsin. Mana shunaqangi to'g'ri ketaylar, qidirib yurgan oshna og'aynilarimiz borki, shunaqalarga video tashlab qo'yinglar, kimgadir manfaatli bo'lib qolishi mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.